Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Tayvanның Uyğurlarga izchil holda hissdoshlik qilib kelgan va 2022 yili Tayvan parlamentining Uyğur irqi qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ilishida 4 kunlik rol o'ynagan hokimiyat beshidagi Demokratik taraqqiyot partiyasining muavin prezidenti Lei Chingda apandimning Xitoy kommunistik hokimiyatining shuncha kuchli besim, tehdit va buzg'unchiliklarga qaramasdan 13 yanvar kuni Tayvanning yangi prezidenti bo'lib saylanishi siyosiy kuzatuvchilar tarafidan Osiyoda demokratiyaning buyuk safari deb qaraldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi shu kunlar maxsus bayonot e'lon qilib, Tayvanning prezidentlik saylimida eng chong raqibi Kuomintang partiyasining nomzodi Hou Yuyuni yengib, Tayvanning yangi prezidenti bo'lib saylangan Lei Chingda apandimni tabrikladi. Qurultayning bu vaqt e'lon qilgan tabrik bayonoti Tayvan matbuotlarida keng doirada e'lon qilindi. Xitoy hukumati shu kuni bayonot e'lon qilib, Demokratik taraqqiyot partiyasi Tayvan orolidagi asosiy xalq iqimiga vakillik qila olmaydi. Tayvan bo'lsa, Jungoning Tayvani bu qitimqi saylam vatanimizning kelgusida cho'qim butunlashishidek umumiy vaziyatni to'sib qola olmaydi deb bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining tabriknomasida bo'lsa, qurultay raisi Dolqin Isa apandim mundaq deb ko'rsatdi. Lei Chingda apandimning prezident bo'lib saylanishi Tayvan xalqining Demokratik taraqqiyot partiyasiga bo'lgan ishonchini aks ettirdi. Tayvanning saylam natijasi Osiyodagi demokratiyaning zo'r g'alabasidir. Tayvan xalqi o'zlarining siyosiy kelgusini qaror qildi va Xitoydan qo'rqmaydigan rahbarni sayladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bu g'alabani tabriklaydi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tayvan xalqining zaminigilik huquqi va demokratiyani qo'g'dashni tanlashini qo'llaydi. Hamda Lei Chingdaning Tayvanga ijobiy taraqqiyot ilib keldiganligiga ishonadi. Uyg'ur xalqi bilan Tayvan xalqi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning yanada kuchayishini umid qiladi. Uyg'ur xalqi bilan Tayvan xalqining o'rtaq manfaati va qimmat qarashining davomli taraqqiyot qildiganligiga bo'lgan ishonchim komil. Qurultayning bayonotida Tayvan parlamentining Xitoyning shuncha kuchli qarshiligiga qaramasdan 2022 yili 12 oyning 27 kuni mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb maxsus qaror qabul qilganligi, buning bilan Tayvanning Amerika, Kanada, Angliya, Chexiya, Belgiya, Gollandiya, Fransiya, Litva, Yevropa parlamenti va Irlandiyadan keyin Uyg'ur irqi qirg'inchiligini rasmiy qabul qilgan 11 parlament bo'lib qolganligi va Tayvanning bu jasoratining ayni chog'da butun Sharq Turkiston xalqini cheksiz so'yindirganligi eslatib o'tildi va Tayvanning prezident Lei Chingda riyosatchiligidagi yangi hukumatining Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasiga va Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan ilib berayotgan jinoiy qilmishlarga texim yaqindan diqqat qilishini, bu jihatda Uyg'ur xalqi bilan bo'lgan dialog va hamkorlikni yanada kuchaytirishini, Xitoyga qartilgan jazo va embargo masalasida demokratik davlatlar bilan yaqindan hamkorlashishni orzu qilganligi alohida ta'kidlab o'tildi. Tayvan Demokratik taraqqiyot partiyasi hokimiyat beshida turayotgan Tayvan hukumati 2023 yili 9 oyda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa va qurultay ijroiya komitetining raisi ham Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat apandilarga qarta uzun yillardan buyon yurgizib kelgan Tayvanga kirish cheklamasini amaldan qoldirgan. Buning bilan shu yili 9 oyning 6 kuni Dolqin Isa va Umar Qanat apandilar hech bir to'salg'iga uchramay Tayvanga yetib kelgan va Tayvan parlamenti bilan Amerika diniy erkinlik komitetining o'rtaq sohibxonligida Taybeyda o'tkazilgan xalqaro diniy e'tiqod erkinligi oliy darajaliklar yig'iniga bevosita qatnashgan. Shu mezgillarda Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Afrikada ziyorat bo'layotgani uchun uning vakolatan ayni chog'dagi Tayvanning muavin prezidenti va hozirgi yangi prezidenti Lei Chingda apandim Dolqin Isa va Umar Qanat apandilar qatnashgan yig'inning ichilish marosimida so'z qilib, dunyoning har qaysi ellardan kelgan aziz mehmonlarni qizg'in qarshi olganligini ifoda qilish bilan birga, insonlarning diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dashning muhimligini alohida ta'kidlab o'tgan edi. Ayni chog'da kuzatuvchilar Tayvan parlamentining Xitoyning shuncha kuchli tahdidlarga pisand qilmay 2022 yili Uyg'ur irqi qirg'inchiligini qabul qilib qaror ma'qullaganligini, orqadan yana Tayvan hukumatining Dolqin Isa bilan Umar Qanatning Tayvanga kirish cheklamasini amaldan qoldirganligini kommunist Xitoy hokimiyatining yuziga urilgan bir qattiq kachoat deb baho berishgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 12 yanvar kuni maxsus chaqiriqnoma e'lon qilib, Yevropaning har qaysi ellarida yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizdan BDTda Xitoydan hisob so'raldigan 23 yanvar kuni Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda o'tkazilgan birlashma namoyishga aktivlik bilan qatnashib berishni talab qilgan. Orqadan qurultay raisi Dolqin Isa apandim 13 yanvar kuni yana istansiyamiz orqali videolik chaqiriqnoma e'lon qilib, chet ellik kuzatuvchilar tarafidan Uyg'ur masalasi uchun intayin xalqliq deb qaralgan va Xitoyning o'tgan 5 yillik kishilik huquq xotirasi umumyuzlik ko'zdan kechirilgan BDT kishilik huquq kengashi yer shari xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat gruppasining
45. növbetlik yig'inning muhimligini ta'kidlash bilan birga, Yevropaning har qaysi ellardagi, bo'libmi Shveysariyaga qo'shni ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoydan hisob so'raldigan 23 yanvar kuni atdigan Janva vaqti soat 9 dan 12 gacha Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda o'tkaziladigan birlashma namoyishga qizg'inlik bilan ovoz qo'shishga chaqirgan edi. Qurultayning yuqorqi chaqiriqi muhojiratdagi bo'libmi Yevropadagi qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Yevropada yashayotgan lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq, Gulbahor Xotivachi, Ömer Bekali qatorliqlarmi orqa-orqadan qisqa bayonotlar e'lon qilib, o'zlarining qo'llashini ifoda qilishdi. Dolqin Isa apandim chaqiriqida mundaq deb ko'rsatdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammanglarning yangi yilga tekrar muborak bo'lsin. Men bugun bu video orqali 2024-yili 1-oyning 23-kunisi Cenevada Birleşken Devletler Teşkilatı'nın oldida bo'ladigan namoyishga chaqiriq uchun murojaat qilmoqchiman. Xabarlar bo'lgandek 2018-yili 11-oyning 6-kunisi Cenevada Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoyning kishilik huquq vaziyatini umumyuzlik ko'zdan kechirish programmasi bo'lgan. Şu vaqtimizda dunyoning har qaysi joylaridan, hatto Avstraliya, Yangi Zelandiyadan, Amerikadan, Kanadadan ve Avrupa'nın her qaysi devletlerinden, Kazakistan, Türkiye'lerden, Kırgızistanlardan 3000'den artıq Şərq Türkistanlıqlar Ceneve'ye toplanıp Xitay hükümetinin Şərq Türkistan'da yapıratқан, halkımız üstüne yapıratқан erki qırğınçılık insaniyet qarşı cinayetine narazılık bildirip namayış yapılgandı. Bu namayışın təsirinde 14 devlet şu qıtımki yığında Xitayning Şərq Türkistan'da yapıratқан bu qırğınçılığın toxtuşuqı çaqagan idi. Demek aradan 5 yıl ötdi, bu qırğınçılıq davam qatıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu kişilik hukukunu kararlılık gözün kişi programısı her 5 yılda bir qatım elip verildi. Mana bu 4. qatımlığı. Demek bu qatımlık Xitayning kişilik hukukunu gözün keçiriş yığını intayın mühim, tarihi bir fırsat. Şununla bu günlerde Tibetlikler, Uygurlar ve Hong Kongluklar birleşip Birleşken Devletler Teşkilatı'nın altında keng kölemlik bir namayış yaptırışka tayyorlik qilamiz. Şununla dünyanın her qaysidagi cümleden Avrupa'daki bulupmu Şveysariyaga yakın bo'lgan Germaniya, Avstriya, Belgiya, Gollandiya qatorliq devletlerdeki yurttaşlarımız bir günlük vaktimizden çıkarıp 1-oyning 23 kunisi atgan soat 9dan 12gacha bo'ladi. Bu yerda ko'p bayroqlarimiz bilan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yapayotgan bu erkiy qirg'inchilikning to'xtamaganligini, Xitoyning dunyoni aldayotganligidan iborat bu reallikni dunyoga bildirishimiz kerak. Bizning yerda yapib bo'lgan vaqirashlarimiz, her bir chaqirishlarimiz, aşağıdaki namoyishlarimiz nurg'ulg'an davlatlarning Xitoy hukumatiga qarata besim qilishiga sabab bo'ladi. Bunda bir namayişler her zaman her yerde bulmaydı. Elbette bizim her yerde nurgulluğun namayişlerimiz var. Ama bazı hal kılgıç vakitlarda mühim betlerini tutup etbağa namayişimizin tesiri halkımız üstündeki bu zulümle yangilişke en azından dünyada Xitay hükümetinin abdi beşersiz etişte halkılık ve aşkışlık rol oynaydı. Gollandiyada yaşayotgan cesur lager shohidimiz Qalbinur Sidiq mundaq deb ko'rsatdi. Assalomu alaykum, hurmatli Sharq Turkistonlik, Uyg'uristonlik qarindoshlar. Ben Jaza lager şahidi Qalbinur Sidiq. 2024-yili 1-oyning 23 kuni Shveysariyaning Ceneva shahridagi Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitoyning kishilik huquq ahvolini ko'zdan kechirish va baholash yig'ini o'tkazildi. Shundaqla bu jarayonda Dünya Uyg'ur qurultiyi 3 kun rasm ko'rgazmasi faoliyati va 23-sida namoyish olib bordi. Sharq Turkiston davosi yolg'iz bir tashkilot yoki bir shaxsning davosi emas. O bütün Şərq Türkistonliklarning hür, erkin, mustaqil yaşash huquqini, muhimi aziz vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish da'vosi. Qarindoshlar, mayli kim qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, bizning dushmanimiz faqat va faqat tajovuzchi Xitoydir. Shuning uchun biz mo'rini mo'riga tirab, dushmanga qarshi safda birlikda kurash qiladigan bu namoyishga aktiv ovoz qo'shaylik. Xitoy hukumati tarixdan buyon hiyla mekrlari va nayranglarini, suiqasdlarini aldamchilik to'xtatgani yo'q. Bugun siyosat boshida vatanga xohlagancha berib kelayotgan va u tashkilot yoki bu tashkilotlar har xil bahonalar bilan dushmanga qarshi safda birlikda turamaganlar tarix oldida kelgusida vatan xalqimizga javob beramiz. O'zimizning kimligini unutmaylik, nomus qilaylik. To'g'ri, namoyish bilan vatan zot qilib bo'lmaydi. Ammo
özümüzün kimligini bizdek bir milletninki ezilayotgan ve qirg'in qilinayotgan Uyg'urdan iborat mushu millatning tarixning dunyoning xalqaro axborotninki esiga sog'li bo'ldi. Xitoyga tez pukmaydiganligimizni, bizning o'zimizning mustaqil hur davlatimizni qurib yashash orzuyimizning borligini dunyoga jakoligili, bildirligili va ifoda qilgili bo'ldi. Agar sizning qiningizni eqiyotgani Uyg'urning qini bo'lsa, odimiylik majburiyatimizni ado qilaylik. Biz 23-yillar Janvada o'rlik deb vaqiraydigan Xitoy qarshi ovozimizni qo'yib berib, tovlaydigan aşı maydonda ko'rishaylik. Fransiyadagi jasur lager shoidimiz Gulbahor Xotivaji mundaq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Men jazo lager shoidi Gulbahor Xotivaji. 2024 yılı 1. ayının 23. günü Şveysariyanın Cenva şəhərindəki Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında Xitayning kişilik hüquq ahvalını gözdən keçiriş və bahalash yığını içildi. Dal muşu vaqtda Dünya Uyğur Qurultayı 3 gün rəsm ko'rgazmasi faoliyati və 23-yillar namoyish elib boradi. Sharq Turkiston da'vosi bir tashkilotning yoki bir shaxsning da'vosi emas. U bütün Sharq Turkistonliklarning hür, erkin, mustaqil yashash huquqini, muhimi aziz vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish da'vosi. Qarindoshlar, mayli qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, bizning birdan-bir dushmanimiz faqat va faqat tajovuzchi Xitoydir. Shunga hammamiz dushmanga qarshi safda mo'riga tirab, bu namoyishga ovoz qo'shaylik. Xitoy hukumati tarixdan buyon hiyla-mikrlarni, suiqasdlarni, aldamchiliklarni to'xtatgani yo'q. Siyosat bo'shidi deb yoki bo'lmasa u tashkilot, bu tashkilot deb dushmanga qarshi safda birlikda turamaganlar tarix oldida, kelgusida vatan, millat oldida javob beramiz. O'zimizning kimligimizni unutmaylik. Namoyish bilan nimani hal qilgani bo'ladi deyishinglar mumkin. To'g'ri, namoyish bilan vatan ozod qilgani bo'lmaydi. Ammo mevcutluğumuzni dünyada ezilayotgan, qirg'in qilinayotgan Uyg'urdan iborat bir millatning borlig'ini dunyoning xalqaro axborotning esiga sog'ini bo'ladi. Xitoyga tez pukmaydiganligimizni, bizning o'zimizning mustaqil davlatini qurib yashash orzuyimizning borlig'ini, dunyoga jakorligini, bildirgiligini ifoda qilg'ini bo'ladi. Agar sizning tomiringizni eqiyotgani Uyg'urning qini bo'lsa, adimiylik mecburiyetimizni ado qilaylik. 23-yillar Janvada hörlük deb tovlaydigan, Xitoyga qarshi ovozimizni qo'yib berib vaqiraydigan maydonni ko'rishaylik. Gollandiyadagi jasur lager shoidimiz Ömer Bekali apandim bu vaqtda ijtimoiy aloqa vositalarida e'lon qilgan yozma chaqiriqida mundaq deb ko'rsatdi. Sharq Turkiston milliy ko'rishi yolg'iz biror tashkilot yoki shaxsning ko'rishi yoki majburiyat emas. Belki her birimizning bosh tortib olmas majburiyatimizdir. O bütün Sharq Turkistonliklarning hur, erkin, mustaqil yashash huquqini, muhimi aziz vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirish ko'rishidir. Qarindoshlar, mayli kim, qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, bizning dushmanimiz faqat va faqat tajovuzchi Xitoydir. Shunga hammamiz dushmanimiz Xitoyga qarshi bu safda mo'riga tirab, bu namoyishga ovoz qo'shaylik. Xitoy hukumati tarixdan buyon hiyla-mikrlari va suiqasd, aldamchiliklarni to'xtatgani yo'q. Bugun siyosat boshida deb tomning keyniga mekib olganlar, u tashkilot, bu tashkilot deb dushmanga qarshi safda birlikda tura olmaganlar, tarix oldida, kelgusida xalqimiz oldida javob beramiz. O'zimizning kimligini unutmaylik, nomus qilaylik. To'g'ri, namoyish bilan vatan ozod qilg'ili bo'lmaydi, ammo mavjudligimizni, dunyoda ezilayotgan, qirg'in qilinayotgan Uyg'urdan iborat bir millatning borlig'ini dunyoning xalqaro axborotning esiga solg'ili, Xitoyga tez pukmaydiganligimizni, bizningmi o'zimizning mustaqil, o'z davlatimizni qurib yashash orzuyimizning borlig'ini dunyoga jakorlig'ili, bildirgili, ifoda qilg'ili bo'ladi. Agar sizning tomiringizda eqiyotgani Uyg'urning qini bo'lsa, odimiylik majburiyatimizni ado qilaylik. Biz 23-yillar Janvada hurlik uchun ovozimizni chiqara oladigan, Xitoyga qarshi ovozimizni qo'yib berib tovlay oladigan maydonda ko'rishaylik. Qurultay markaziy ishxonasining bildirishicha, 23-yanvar Janvada ilib beriladigan namoyishga Uyg'urlar bilan birga yana Tibetliklar, Hong Kongliklar va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining vakillari ishtirok qiladi.
Belgiya doiralari Xitoy tarafidan tadqiqotchi Adrian Censning obro'yini tushirishga vazifalantirilgan belgiyalik o'ng qanot siyosiyon Frank Rilman ustidan Xitoy istixboroti uchun josuslik qilish gumoni bilan jinoiy tekshirish boshlagan. Yaqinda Maliya vaqti gazeti, Germaniyaning Eynek, Fransiyaning Le Monde gazetlari birlikda tekshirish ilib berish orqali Belgiya Vlaams bilan radikal o'ng qanot partiyasining sobiq a'zosi Frank Rilmanning 3 yildan ortiq vaqt Xitoy uchun josuslik qilganligini ilgari surgan edi. Maliya vaqti gazetining 10 yanvar xabar qilishicha, Belgiya doiralari buningdan xabardor bo'lgan bo'lsa-mu, lekin hozirgacha Rilman va boshqa gumondorlarning harakati Belgiyada josuslik qilmishi deb qaralmag'achqa, ularni javobgarlikka tortmay kelgan ekan. Lekin Belgiya adliya ministri Paul van Techelt 10 yanvar çarşamba kuni Frank Rilmanning delosi Belgiya Federatsiya soqchi idorasining sheriklikka qarshi turish tarmoqlari tarafidan Federatsiya taftish doiralariga topshirilganligini aytgan. Maliya vaqti gazetining bildirishicha, Belgiya Federatsiya taftish mahkamasining bayonotchisi Erik van Dois Federatsiya taftish ishxonasining rasmiy tekshirish boshlaganligini dalillagan, ammo ilgarilab uchur bilan ta'minlashni rad qilgan. Belgiya adliya ministri Van Techelt Frank Rilmanning delosi o'tgan yil 12 oyda Federatsiya soqchi idorasi sheriklikka qarshi turish ishxonasining diqqatini qo'zg'ab, uning delosining taftish doiralariga yo'llanganligini aytgan. Maliya vaqti Eynek va Le Monde gazetlari yaqinda e'lon qilgan tekshirish dokladida Rilmanning Xitoy davlat bexatarlik ministerligi amaldoridan yo'l yo'riq olganligi, uning Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi, lager mutaxassisi Adrian Censning obro'yini tushirishga buyurilganligiga oid hujjatlarni oshkorlagan. Belgiya taftish doiralarining Frank Rilman ustidan delo turg'izishi Belgiya bosh ministri Alexander De Croo 11 va 12 yanvar kunlari Xitoyda ziyorat bo'lgan bir paytga to'g'ri keldi. De Croo'ning Xitoy ziyarati boshlangan 11 yanvar kuni Dunyo qurultiyi bayonot e'lon qilib, Belgiya bosh ministrining Xitoyda Uyg'ur irqi qirg'inchilik masalasini kun tartibga elib kelishni talab qilgan edi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.